Bugun ko'pchilik berayotgan savol Aslanboy sizga kim bo'ladi? O'sha savolga javob beraman. Ko'pchilik men haqimda har xil xayollarga boryapti. U unaqa, u bunaqa, u haypashor. Men ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, anchadan beri hech qanaqa hayp videolar qilmayapman. To'lka kontent qolman. Men ham sizlarga o'xshagan oddiy odamman. Meni yaxshi ko'rib podpishka qo'yganlarga addushi rahmat. Aslanboyni temasiga keladigan bo'lsa, Aslanboy bilan yaqin aka-ukadek bo'lib qolganmiz. Hammasi gaplashib olingan. Hammaga rahmat. Karojonov bolacha video qo'yibdi. Mana biz Aslan bilan yarashib oldik, kelishib oldik. Bo'ldi, men hayp qilmayman deb, men uni ko'rishga uspet qilmayapman. Shu bolam qo'tag'imni yebdi men shu gaplariga. To'sh-to'sh jallab yarashib oldik, aka-uka biz uy ichkim emas u bolacha jallab. Dashi gaplashmaganman u bola bilan. Men bir marta yoniga borganman, o'sha video olaman deb borganman jallab. Uzr so'rataman deb borganimda, qo'taq boshli yonda akalari bor edi. U akalari meni ham tanish bolalarim. Akalari uni yonidan chiqib, "Yo, video olmaysan" deganda, o'sha bolalarning hurmati men hech bola demaganman. Bo'ldi deb indamay ketganman. Keyin ketayotganda men shu bolachaga aytgandim. "Men sen bilan hali ko'rishaman" deganman. Bu bolani men orqasidan quvib yurmayman, qidirib yurmayman. Baribir jallab men shu media sferada-ku, baribir yo'li tushadi, bir kun keladi yonimga. O'shanda men bu gandoncha bilan gaplashaman. Bu jallab prosta hozir aka-uka bo'lib qoldi, tudim deb jallab bo'ladigan heytni o'zidan yo'qotib, ana o jallab men bilan kimdir qilmoqchi o'zini. Bu tag'im yeb shu gapiga u jallab sperma.